Assalomu alaykum. Shunaqa novdalar barglari qurib charchatdim. Muammo nimadaligini bilmaysizlarmi? Bitta yaxshi bir oson tashxis qo'yib, yechim o'ziga qiladigan holatda taklifini beraman. Mana bu novda quryapti, to'g'rimi? Mana barg uchlari quryapti. Ko'rsizlar? Nima uchun quryapti? Sabablari ko'p, lekin asosiy muammo bu yerda mana Usmon suvchi zararkunanda novdalarning suvini so'radi, shuni hisobiga novdalar quriydi. Buni o'zingizlar shunda tekshirib, bilib olsanglar bo'ladi. Usmon qurti bormi? Muchnitsiya chervesi deydi ruschasiga. Bo'ldi. Vinfos 75% 10 litr suvga 15 gram deylik. Tayyorlab ekosilvet kleysidan 7 gram qo'shib, cho'miltirib sepib qo'yasiz. Salqinda 28 gradus past bo'lganda. Bo'ldi. Lekin juda hidi sassiq. Shuni hisobini olasizlar. Lekin juda chiroyli ishlaydi. Toza bo'lib, Usmon qurtlar to'kilib zarar ketadi.